Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tabaroniy qilgan rivoyatda man masaha ra'sa yatimin lam yansahu illa lillah kana lahu bi kulli sha'ratin marrat alayha yaduhu hasanatun. Kimki bir yetimni boshini silasa, e'tibor beraylik. Uni yetimni boshini Alloh uchun silasa, har bir qo'li o'tgan tuklariga, sochiga hasanotlar yoziladi. Yaxshiliklar yoziladi. Bir yetimni boshini silaganga shunchalik. Yetimni qaramog'iga olsa qanday bo'lar ekan? Faraz qiling, yetimni kim qaramog'iga olsa uni so'kib urishga haqqi yo'q. Chunki Alloh uni yetim qildi. Yetimni qaramog'iga olishlik sababli Alloh bu odamni ham aziz qildi. Shuning uchun azizlik ustiga azizlik bo'lganidan yetimni urishmaslik kerak, urmaslik kerak. To'g'ri, qattiq jinoyat qilaversa, endi to'xtatib turadi. Qattiqroq gapiradi. Bu ishing noto'g'ri deydi. Kelajakda to'g'ri odam bo'lolmay qolasan deydi. Ammo huda-bihudaga urushlikdan shariatimiz qaytargan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan qilingan rivoyatda bir kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, qalbining qattiqligi haqida shikoyat qildi. Ey Rasululloh, qalbim qattiq dedi. Ko'zidan yosh kelmas edi. Bag'rim tosh dedi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imsah ra'sal yatimi va at'imil miskina dedilar. Yetimni boshini silagin va miskinga taom yedirgin dedilar. Yetimni boshini silashlik qalbni yumshashiga sabab bo'ladi. Qalbi yumshamay, qotib, yig'lamaydigan odamlar hozir bizning ichimizda juda ko'p. Kim kafil bo'la oladi? Mana men yig'layman deyishlikka. Qancha mav'izalar o'tadi boshidan, qancha ibratlik voqealar o'tadi, ko'ziga yosh kelmaydi. Ichimizda bor. Yetimni boshini silashlikka va miskinga taom yedirishlikka Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurdilar. Miskin bir kunlik ovqati ham yo'q bo'lganda miskin deydi. Bir kunlik ham ovqati yo'q yoki bir kunlik ovqati bor-u, ertasi kuniga ovqati yo'q. Bir uyi bor, uyida bitta to'shaladigan to'shakcha bor, bitta qozoncha bor, bitta tovoqcha bor. Shundan boshqa hech narsasi yo'q. Mana buni miskin deydi. Faqir degani moli zakotga yetmagan odamni faqir deydi. Moli zakotga yetmaydi va u zakotni olishga qodir bo'ladi. Faqir miskindan ko'ra quvvatliroq bo'ladi. Miskinlarga taom yedirishga Alloh taolo buyurdi. Yetimning yonida buyurdi.